Xalqimizda kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan yaxshiroq degan dono bir gap bor. Bugungi kunda aholi salomatligini muhofazalash, sanitariya qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish va yuqumli kasalliklarning oldini olishda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamda uning hududiy boshqarmalari bo'limlarida o'z xizmat vazifasini olib borayotgan xodimlarning tutgan o'rni benihoya kattadir. Aynan keng jamoatchilikni xavfli yuqumli kasalliklar va ularning kelib chiqishi borasidagi aniq ma'lumotlardan boxabar qilish, emlash jarayonlari, yuqumli kasalliklardan himoyalanish va bu boradagi yangiliklar, o'zgarishlarni barcha soha va tarmoqlarga yetib borishini ta'minlash maqsadida Respublika Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Janubiy Koreya bilan hamkorlikda respublika bo'ylab birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari vakillari, ikkinchi navbatda esa kichik va o'rta tibbiyot xodimlari uchun seminar mashg'ulotlari tashkil etmoqda. Aholining tibbiy savodxonligini oshirish va jamoat salomatligini mustahkamlash masalalarida ommaviy axborot vositalari vakillarining o'rni mavzusida bo'lib o'tgan seminarda viloyatda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalist va blogerlar ishtirok etdi. Dastlab so'zga chiqqanlar ushbu seminarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad, belgilangan vazifalar va kutilayotgan natijalar haqida so'z yuritib, insoniyat tarixida uchragan yirik epidemiyalar va sanitar-gigiyenik tushunchalarning paydo bo'lishi borasida qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tishdi. Tarixda uchragan eng yirik epidemiyalar, ularning kelib chiqish sabablari va ayanchli yakuni albatta seminar ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Bundan tashqari dunyo bo'ylab yuzaga kelgan turli virusli kasalliklarning pandemiya tusini olishi, buning sabablari, oqibatlari haqida keltirilgan ma'lumotlar ham ommaviy axborot vositalari vakillarini befarq qoldirmadi. Yig'ilganlar bu borada o'zlarini qiziqtirgan savollarga aniq javoblar olishdi. Aholining tibbiy savodxonligini oshirish, jamoat salomatligini mustahkamlash masalalarida ommaviy axborot vositalari vakillarining o'rni qanday bugungi kunda? Albatta, nima uchun aynan bu targ'ibot aynan jurnalistlar, matbuot kotiblari uchun o'tkazildi degan savol tug'iladi. Bu o'z o'rnida ayni paytda biz uchun kerakli seminar bo'ldi deya olamiz. Nimaga? Chunki bugungi kunda o'sha aynan Qashqadaryoda yuqumli kasalliklar profilaktikasi bo'yicha biz xolis axborotlarni mas'uliyat bilan bilimlarga tayangan holda o'sha xalqqa, aholiga yetkazishda bizga mana shunday seminarlar judalar muhim. Nimaga deganda bugungi kun jurnalisti qomusiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. U har bir sohaning yetuk bilimdoni bo'lishi kerak. Masalan, aynan bugun seminarda ma'ruza qilinganidek emlash kalendarida bo'lgan 13 ta yuqumli kasalliklar haqida chuqurroq bilimga ega bo'lishimiz kerak. O'zimizni bilimimizni oshirgandagina aholini ham tibbiy bilimlari oshadi va shunda jamoat salomatligi yanada mustahkamlanadi. 2 kun davom etgan o'quv seminarida yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi, pandemiyaga qarshi tayyorgarlik, ilmiy asoslar va amaliy yechimlar, odam papilloma virusi saraton jarayoni boshlanishining sababi va yuqumli kasalliklardan himoyalanish, emlash jarayonlarini yoritishda ommaviy axborot vositalarining o'rni va roli haqida ma'ruzalar qilindi. Bu boradagi muhim ma'lumotlar aytib o'tildi. Bugungi kunda uchrayotgan dolzarb yuqumli kasalliklar, ularni oldini olish, profilaktikasi, immunoprofilaktikada kuzatilayotgan muammolar aynan mana shu jihatlarni aholiga to'g'ri yetkazib berish, aynan ommaviy axborot vositalari xodimlari orqali aholini xabardorligini oshirish, aholining tibbiy madaniyatini oshirish doirasida biz jurnalistlarimizga tibbiyotga oid materiallar tayyorlashda aynan seminarda orttirilgan bilimlar, seminarda orttirilgan tajribalarni foydalanib, bu xalqimizga, yurtimizni salomatligini saqlashga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ko'proq bugungi kunda dunyoda, O'zbekistonda ko'p uchrayotgan yuqumli kasalliklar va ularni oldini olish bo'yicha immunoprofilaktika masalalariga ko'proq e'tibor berildi. Masalan, bizda kecha bugun o'tgan mavzularimiz ichida virusli gepatitlar bor edi, OIV infeksiyasi bor edi, odam papilloma virusi keltirib chiqaradigan saraton kasalliklari to'g'risida ma'lumot yoki qizamiq masalan. Aynan biz o'sha milliy emlash kalendarimizga kiritilgan 13 xil turdagi yuqumli kasalliklar haqida ko'proq tushuncha berdik va ularni oldini olishda immunoprofilaktikaning ahamiyati to'g'risida tushunchalar berishga harakat qildik. Albatta, har bir material, har bir ma'lumot berilishda u bo'yicha tibbiy ma'lumot bo'lishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan foydali bo'ldi deb o'ylaymiz.
Vaksinatsiya bu organizmda ma'lum yuqumli kasalliklarga qarshi sun'iy immunitet hosil qilish maqsadida vaksinalarni inson organizmiga yuborish jarayonidir. Bu inson va hayvonlarda yuqumli kasalliklar yuqishining oldini olish usulidir. Seminar davomida emlashning yuzaga kelish tarixi, vaksinatsiya jarayonlariga qadar insoniyat tarixida katta yo'qotishlarga sabab bo'lgan epidemiyalar haqida keltirilgan ma'lumotlar, albatta, emlash jarayonlarining kashf etilishi insoniyat hayotini asrash bilan teng bo'lgan katta kashfiyot ekanligini yana bir bor anglatdi. O'zbekiston emlash ko'rsatkichi bo'yicha 98%ni qamrab oladi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda shu butun dunyo e'tirof etadigan hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bir necha barobar e'tirof etgan ko'rsatkichga ega. Lekin bugun emlanmay qolayotgan mana shu 2% farzandlarimiz kelajakda xavfga qolishi mumkin. Ya'ni o'sha yuqumli kasalliklarni yuqtirishi va yuqumli kasalliklarni tarqatish bazasi bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli ham mana shu 2% ni ko'payib ketmasligi, ya'ni 98% dan pastga tushmaslik uchun bugungi harakatlarimiz boshlangan. Masalan, kimdir e'tiqod jihatdan rad etishi mumkin, yana kimdir xavfsizligiga ishonchsizlik bildirishi mumkin va boshqa sabablarni bugungi kunda ro'ka chiqilayotgan shu ota-onalarimiz ham uchrab turadi va aynan ommaviy axborot vositalari, patronaj hamshiralar, din bo'yicha yetakchilar, o'sha imomlar, ota-onalarni hamda aholiga ta'sir o'tkazish mumkin bo'lgan toifalarimiz bor. Masalan, mahallalarda faoliyat yuritayotgan xodimlarimizni tibbiy bilimini oshirish orqali aholining tibbiy savodxonligini oshirishga biz harakat qilyapmiz. Buni sababi kelajakda bugun biz boshqarib kelayotgan 13 xil kasalliklarni avj olib ketmasligi va mamlakatimizda farzandlarimizning salomatligiga xavf tug'dirmasligini biz maqsad qilganmiz va bugun o'sha emlash olmagan bola kelajakda o'nlab bolalarning kasal bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Oddiy misol oladigan bo'lsak, masalan, qizamiq kasalligi. Qizamiqda masalan 1 yoshda emlanadi bolalarimiz. Lekin bugungi kundagi kuzatuvlarimiz natijasida ko'ryapmizki, 1 yoshga yetmagan bolalar, ya'ni 6 oylik, 3 oylik, 4 oylik bolalarni qizamiqqa chalinayotganligiga duch kelyapmiz va IPIT ko'rsatma bo'yicha 6 oylik bolalarni ham bugun emlayapmiz. Sababi o'sha 6 oylik bolalarimiz ham qizamiqqa chalinmasligini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Va bugungi kunda o'sha 1 yoshga yetib ham emlanmayotgan bolalarimiz kelajakda qaysidir yuqumli kasallik kirib kelganda yoki qizamiq kasalligi kirib kelganda birinchi yuqtiruvchi mana shu 1 yoshli bolamiz bo'ladi. Shu sababli ham o'sha ota-onalarimizning shu tibbiy savodxonligini oshirishimizda aynan ommaviy axborot vositalarining o'rni yuqori. Har kimni o'zini eshitadigan auditoriyasi bor-da. Masalan, o'sha tibbiyot xodimini ham aynan biz patronaj hamshiralarni o'qityapmiz. Aholi bilan ishlaydigan, ya'ni sog'liqni saqlash tizimida qanday loyihalar bo'lmasin, qanday farmonlar, qanday bir yaxshi tashabbuslar bo'lmasin, sog'liqni saqlash tizimi nomidan aholiga yetkazuvchilar bular patronaj hamshiralar. Ularni tibbiy savodxonligini oshirish orqali, tibbiy bilimini oshirish orqali biz aholiga to'g'ri ma'lumotlarni yetib borishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Ommaviy axborot vositalari bugungi kunda jahonda o'sha internet tarmog'i juda ham rivojlanib ketyapti va eng ko'p noto'g'ri xabarlar tarqalish manbai ham aynan ijtimoiy tarmoqlar bo'lib kelmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda o'sha noto'g'ri xabarlarni tarqalishiga qarshi kurashish uchun biz ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni hamda jamoatchilik vakillarini malakasini oshirish, jurnalistlarning malakasini oshirish orqali noto'g'ri xabarlarni oldini olishga va aholi bilan tibbiyot o'rtasida, sanitariya epidemiologiya qo'mitasi o'rtasida asosiy ko'prik vazifasini bajaruvchi bitta vosita bu ommaviy axborot vositalari vakillari, ya'ni jurnalistlarni biz malakasini oshirsak, ular kasallik haqida xabardorligi bo'lsa va oqibatlari haqida xabardorligi bo'lsa, aholiga to'g'ri ma'lumotni, aniq ma'lumotlarni yetkazishadi. Shu sababli ham mana shu ikkita yo'nalishni tanlab oldik. Bundan tashqari diniy idora vakillari, ya'ni ota-onalar hamda imomlarni ham biz aynan mana shu vaksinatsiya bo'yicha bilimlarini oshirishga harakat qilyapmiz. Bu esa vaksinalarning tarkibiga shubha qiluvchilar uchun aynan mana shu din vakillarimizni, ya'ni imomlarimiz, ota-onalarimizni bugungi kunda o'sha tibbiy bilimini oshirish orqali o'sha aholiga ma'lumotlarni to'g'ri va asosli yetkazishga harakat qilyapmiz. Aholini salomatligini mustahkamlashda kasalliklarning oldini olish
bilan bog'liq targ'ibot ishlarini yoritishda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan mavzular haqida ko'plab tushunchaga ega bo'ldik. Bugungi kunda aholini saraton bilan bog'liq kasalliklar, buni oldini olish profilaktikasi bilan bog'liq mavzular qiziqtiradi. Aynan shu mavzuni seminarda asosiy mavzu sifatida tanlanganini bejiz emas. Chunki xalqimizda kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan afzal degan gap bejizga aytilmagan. Mana shu seminar ham ana shu tamoyil asosida, ya'ni aholiga kasalliklarni oldini olish bilan bog'liq tushunchalarni, targ'ibotlarni yana ham kuchaytirishga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir. Chunki bunda birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar aholiga o'sha kasallik haqida yetarli ma'lumot berishi, aniq va lo'nta qilib tushuntira olishi muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda aynan dunyo miqyosida, shu jumladan mamlakatimizda ham bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalingan va uning og'ir oqibatlarini his qilgan ayollar ko'plab uchramoqda. Seminar davomida ushbu kasallikning kelib chiqishi, yuqish yo'llari, belgilari, uning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda odam papillomasi virusi, ya'ni HPV ga qarshi emlash 2019-yil mart oyida milliy emlash kalendariga kiritilgan. Ommaviy emlash jarayonlari esa 2019-yil oktyabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab 9 yoshli qizlar orasida joriy etilgan. Ushbu vaksina bachadon bo'yni saratoni kabi xavfli kasalliklarning oldini olish uchun xizmat qiladi. Mutaxassislar aynan HPV virusiga qarshi emlash ko'rsatkichining ortishi kelgusida mamlakatimizda ushbu kasallik butunlay bartaraf etilishi uchun asos yaratishini ta'kidlashdi. Emlash jarayonlari bilasiz, bu aholi o'rtasida muhim rol o'ynaydi. Biz esa aholini to'g'ri axborotga ega bo'lishi uchun aholi o'rtasida emlash jarayonlarining ahamiyati, uni oqibatlari haqida ma'lumotlarni keng yoritsak, noto'g'ri qarashlar bartaraf etilishi va emlash jarayonlariga qamrovimiz ko'payishiga yordam beradi. Shu maqsadda birlamchi tibbiy xizmatdagi tibbiyot xodimlari, ommaviy axborot vositalari, Sog'liqni saqlash boshqarmasi va Sanepid qo'mita bilan hamkorlikda bir jamoa bo'lib ishlaganimizda, targ'ibotimizni yaxshi va to'g'ri yetkaza olganimizda aholi o'rtasida vaksinatsiya jarayonlariga nisbatan ijobiy fikrlar uyg'onishi tabiiy hol. Biz bu borada ko'prik vazifasini o'taymiz va o'ylaymanki, yaqin kelajakda o'sha tarqalish ehtimoli hozirda ko'paygan kasalliklarni butunlay bartaraf etish va ularga nisbatan noto'g'ri tushunchalarni butunlay yo'q bo'lishiga xizmat qilamiz. Albatta bu borada targ'ibot bilan birga aholini tibbiy savodxonligini oshirish borasida ham qiladigan ishlarimiz bor. Aholimiz o'rtasida bir to'lqin paydo bo'ldi. Ya'ni vaksinatsiya holatiga nisbatan ishonchsizlik oqibatida bizda bu yil boshqa vohalarga, hududlarga nisbatan qizamiq kasalligimiz foizlarga nisbatan ko'proq uchrayapti. Ushbu kasallikka chalingan bolalarda og'ir oqibatlarga olib kelish ehtimolini oshiradi-da. Shu sababli hozir bizni bor e'tiborimiz ana shu kasallikka nisbatan emlash jarayonlarini jadallashtirish, aholi o'rtasida ularga nisbatan to'g'ri, xolis fikrlarni uyg'otish borasida amaliy ishlar qilyapmiz. Bugungi seminarda biz aynan o'sha yuqumli kasalliklar haqida ko'proq ma'lumot oldik. Ya'niki o'sha dunyo miqyosidagi, respublikamiz miqyosidagi epidemiologik vaziyat, kelib chiqish sabablari, oldini olish bo'yicha raqamlar misolida tahlil etilganligi jurnalistlarning, aynan bugungi seminar ishtirokchilarining ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishiga va bu ma'lumotlarni kerakli joyda qo'llay olish orqali aholiga aynan seminardan ko'zlangan maqsad vazifalarni yetkazish, targ'ib etishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi va mana shu xalqaro tashkilot bilan amalga oshirilgan bu targ'ibot tadbirlari kelgusida ham, yana keyingi jarayonlarda ham davom etadi. Aynan o'sha ma'ruzalarda berilgan ma'lumotlarda biz o'sha ko'proq material tayyorlaganda yuzaki ma'lumotlarga tayangan bo'lishimiz mumkin, lekin bugungi berilgan ma'lumotlar o'ta chuqur tahlil etilganligi bilan biz uchun ko'plab ma'lumotlarni berdi. O'sha har bitta yuqumli kasallik, o'sha qizamiq, odam papilloma virusini aynan kelib chiqishi, ushbu kasalliklar haqida yuzaki ma'lumotlarni eshitgan bo'lishimiz mumkin, ularga o'sha chuqur kirib bormagan bo'lishimiz mumkin, lekin bugungi o'sha ahamiyati, qanday oqibat, asoratlarga olib kelish haqidagi ma'lumotlar bizni ham chuqur mushohada qilishga va bu mavzuda yana ham jiddiyroq yondashish kerakligiga xulosa qildik.
Seminar trening loyihasi Janubiy Koreyaning KOFIX, ya'ni Koreya Xalqaro sog'liqni saqlash jamg'armasi hamda Janubiy Koreya xayriya tashkiloti hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, unda janubiy koreyalik mutaxassis ham ishtirok etdi. Mavzu yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Seminar yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. 네, 안녕하세요. 저는 코피에서 근무 중인 코디네이터 공병훈이라고 합니다. Bizning tashkilotimiz O'zbekistonda sog'liqni saqlash bo'yicha Koreya hukumati bilan birgalikda qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Ana shunday loyihalardan biri ommaviy axborot vositalari xodimlarini va jurnalistlarni sog'liqni saqlash bo'yicha bilimlarini oshirish va bu boradagi ma'lumotlarni to'g'ri va aniq tarzda keng jamoatchilikka yetkazilishini yo'lga qo'yish loyihasi hisoblanib, butun mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari xodimlarining bilimlarini rivojlantirish va ularning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishni maqsad qilgan. Bu seminar trening 2 kun davomida Qarshi shahrida o'tkazildi. Undan keyingi rejamiz xuddi shunday seminar mashg'ulotlari Nukus shahrida ham o'tkaziladi. Bu orqali yuqumli kasalliklar, masalan, HPV, odam papilloma virusi kabi kasalliklar bo'yicha ishtirokchilarning bilimlarini oshirish maqsad qilingan. Bundan keyin ham biz O'zbekistonda yana qator loyihalarni amalga oshirish niyatidamiz. Albatta, bu kabi seminar mashg'ulotlarining tashkil etilishi yuqumli kasalliklar, ularning profilaktikasi borasida xolis va ishonchli xabarlarning keng jamoatchilikka yetkazilishi va sog'lom turmush tarzi targ'iboti uchun xizmat qiladi.